Bugun sizlar bilan progesteron haqida ozgina gaplashib o'tmoqchiman. Nima sababdan progesteron? Bugunga kelgan bemorimizda o'zlariga ko'p informatsiyalarni o'qib, o'rganib, o'z ustlarida ishlab tashxis qo'yganlar. Ya'ni menda progesteron kamligi hisobiga homilam qayta tushib qolish holati kuzatilyapti va men to'g'ri vaqtida ichmayotganligimni bildim deb aytdilar. Va qaysi yo'l bilan tekshirganlarini so'raganimda, asosan progesteronni hayz siklini birinchi yarmida, ya'ni folikulyar fazada, hayzning 2-3 kuni tekshirganlarda progesteronni juda past chiqishini kuzatganlar. Aslida progesteron hayz siklini 2-3 kuniga past chiqishi bu normal holat hisoblanadi. Normada progesteron asosan bizada ovulyatsiya bo'lgandan keyingina balandlashishi kerak bo'ladi. Nimaga buni aytayotganimning sababi, ko'pincha biza to'g'ri tashxis qo'yishda ham gormonni qaysi kuni topshirganligimiz juda ham muhim. Ba'zi holatlarda mana shu progesteronni noto'g'ri kunga topshirib, noto'g'ri tashxislar qo'yilishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Asosan biza progesteronni miqdorini ovulyatsiya yuzaga kelgandan keyin 7 kundan keyin tekshirish tavsiya qilinadi. Hattoki hammaga 21-kuni tekshirtirish, ya'ni hayz siklini 21-kuni tekshirtirish deyish ham noto'g'ri hisoblanadi. Sababi ba'zi ayollarda ovulyatsiya vaqtliroq bo'lishi mumkin. Masalan, ovulyatsiyasi hayz siklini 12-kuni bo'lgan bo'lsa, unda biza 7 kundan keyin tekshirishimiz kerak, ya'ni 21-kuniga emas. Yoki teskarisi, ovulyatsiya kechroq bo'lgan bo'lsa, masalan, aslida ovulyatsiyasi 19-21-kuniga qarab ovulyatsiya bo'lgan bo'lsa, siz 21-kunda progesteron tekshirsangiz juda past chiqishi mumkin. Ya'ni qanaqa to'sqinlik qilgan bo'lasiz? Normada agar betartib, ya'ni ovulyatsiyadan oldin progesteron ishlatish sizdagi bo'ladigan ovulyatsiyani kechiktirishi mumkin, umuman ovulyatsiya bo'lmasligi mumkin, yoki endometriy bola birikadigan qavatni sezuvchanligini buzib yuborishi mumkin va natijada siz noto'g'ri qabul qilganligingiz hisobiga homiladorlikka orqaga surgan bo'lasiz. Va yana bitta progesteron bilan qilinadigan xatolardan bittasi bu menda progesteron yetishmovchiligi borligi hisobidan men hayz siklini 12-kunidan yoki 14-kunidan yoki ba'zan 16-kunidan o'zim olib ichishni boshlayman yoki o'sha shamchalarni ishlatishni boshlayman deydi. Bu ham xato hisoblanadi. Sababi aynan progesteron implantatsiya, ya'ni urug'langan tuxum hujayrani implantatsiyasida eng ishtirok etadigan kalit gormon hisoblanadi. O'zi nomidan ham bilsanglar bo'ladi, progesteron, ya'ni homiladorlikdan oldingi gormon degan ma'noni bildiradi. Ya'ni uni ochganingizda shu sababdan ovulyatsiya bo'lgandan keyingina biza progesteronni tavsiya qilishimiz kerak. Agar biza ovulyatsiya bo'lmasdan turib, ya'ni sizda hali 18-kunga ovulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, siz lekin 12-kundan progesteron boshlaydigan bo'lsangiz, aynan homiladorlikka o'zingiz to'sqinlik qilgan bo'lasiz. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, progesteron gormonini kamligini siz hayzning 2 yoki 3-kuni tekshirib bilib ola olmaysiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, menda progesteron kamligi aniqlandi va men buni folikulometriya, ya'ni ultratovush orqali ovulyatsiyani kuzatmasdan ham o'zim belgilagan kunimda, ya'ni 12-kunida yoki 16-kunidan boshlab ichishim kerak deydigan bo'lsangiz ham bu xato bo'ladi. Chunki bu ovulyatsiyani o'z vaqtida bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Va uchinchi xato bu hammaga 21-kuni progesteronni tekshirtirish. Sababi har bir inson individual. Aynan sizda ovulyatsiya agar kechroq bo'lgan bo'lsa, sizda 21-kunga tekshirgan progesteroningiz juda past chiqishi mumkin va siz o'z navbatida xato tashxisni davolashga yo'l qo'ygan bo'lasiz va natijaga erisha olmasligingiz mumkin.